meva-chevalarimiz, anchadan beri pishirmay qo'ygan napoleonlarimiz, piroglarimiz обязательно bizda bo'lishi kerak. Jigar faqat och qolgandagina o'zini tozalab oladi. Olimlarning aytishicha, kechqurun tahajjud namoziga turgan insonda kechqurun o'lib qolish imkoniyati juda ham past ekan. Ramazon oyida eng ko'p uchraydigan birinchi savol, nimaga Ramazon oyida ba'zilar semiradi, ba'zilar ozadi. O'zi ko'pchilik umid qiladiki, Ramazon oyida ozaman, xudo xolasa Ramazon oyida ozib olaman deganlarni juda ko'p suhbatlarda o'zlari eshitgan bo'lsanglar kerak. Ya'ni ovqat yemaslik bilan ozaman degan insonlarda tushuncha bor. Aslida o'zi to'g'ri narsa. Ya'ni inson ovqat yemasa tabiiyki ozadi. Insonning tanasiga qanaqadir makronutriyentlar, ya'ni pitaniya tushmasa, inson o'sha pitaniyani o'zini yog'idan, o'zini mishsasidan, ya'ni oqsilidan olishni boshlaydi, ya'ni go'shtidan olishni boshlaydi. Ammo biza o'zbekchilik, biza baribir bu bayramni yaxshi ko'ramiz, Ramazon oyini, va bizga bir bayram kayfiyatini beradi. Ramazon oyi birinchi kundan 30 kungacha juda ham ko'pchilik insonlar hayajonda bo'ladi. Baribir yillab bormagan qarindoshlarimizga boramiz. Ularni chaqiramiz, mehmondorchilik qilamiz, iftorliklar ko'p qilamiz. U quda, bu quda, oling quda, bering quda qilib Ramazon oyining 15 kuni qanaqadir mehmondorchiliklarda o'tadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, juda ham ko'pchilik iftorda yuradi. Ba'zilar har 30 kunda hali u qarindoshniki, hali bu qarindoshniki bo'ladi. Endi Ramazon oyida ozib olish imkoniyati vobshe juda ham yuqori. Lekin bizani noto'g'ri ovqatlanishga bo'lgan tushunchamiz bo'lganligi uchun biza naborot semiramiz. E'tibor qilsangiz, mana men sizlarga aytdim, Ramazon bu bayram, biza yaxshi ko'ramiz. Bayramga qanday tayyorgarlik ko'ramiz? Bayramga o'sha har doim yeya olmaydigan mahsulotlarimizni olamiz. Masalan, kimlardir shu qoplarda unlarini, yog'larini, kartoshka guruchlarini qilib qo'yadi. Ertalabda обязательно kelinlarga oshdan o'tadiganlar bor. Ramazonda ertalab o'sha qallaman, patir, somsa mahsulotlarini yeydi. Juda ham ko'pchilik, buni bilasizlar. Va eng katta xatoyimiz ham ayni mana shunda. Biz o'ylaymizki, mana shu Ramazonda ertalab saharlikda ko'pgina ovqat yeb olsak, kechqurungacha ochmaymiz deb o'ylaymiz. Lekin e'tibor bering bitta muhim narsaga. Masalan, yarimta qallama bilan yoki go'shtli non bilan deylik, ko'pchilik go'shtli non yeydi. Endi go'shtli noningiz ichida u yoq-buyog'ida go'sht ko'rinib qolmasa, atak piyoz bilan o'zi aslan nonu juda ham oz bo'ladi go'sht. Lekin ertalabda go'shtli non, oldida somsa, bilinchiklar yeydigan insonlar bor. Endi mana shu yeydigan ovqatimizni где-то bir 70% biza uglevod deb olamiz va uni где-то 10% oqsil deb olamiz, 20% yog' deb olamiz. To'g'risi shu bo'ladi. Va uglevod shunaqa narsaki, bu tanada juda ham tez hazm bo'ladi. Chunki bizning mahsulotlarimiz ichida yuqori uglevodli, prostoy, oddiy uglevodlar iste'mol qilinadi. Uglevodlar ikkita yo'nalishga bo'linadi. Сложный uglevodlar bor. Ya'ni endi o'zbekchada qiyin deyiladimi? Qiyin uglevodlar deylik. Qiyin so'riladigan, lekin sekin so'riladigan uglevod desa to'g'ri bo'ladi va tez so'riladigan, ya'ni sekin va tez so'riladigan uglevodlar. Tez so'riladigan uglevod yeyishingiz bilan sirazu qonga o'tadi, birpasda energiya aylanadi, birpasda o'chadi. Xuddi o'tga qog'oz tashlasangiz birpasda yonib, birpasda o'chgandek. Сложный uglevodlar bo'lsa, o'tinga o'sha olovga o'tin tashlasangiz sekin milmillab yonadi. Mana shuni сложный uglevod deymiz. Endi lekin сложный uglevodlar o'zi qaysilar? Сложный uglevodlar bular ko'proq, masalan, grechkalar, loviyalar, dukkaklilar, no'xatli mahsulotlar. Bularda ham oqsil bor, ham сложный uglevod bor. Lekin biza ertalabda обязательно yuqori uglevodli bo'lgan osh yoki guruch birpasda qonda shakarni oshiradi. Guruchli mahsulotlar va xamirli mahsulotlar, bilinchiklar, somsalar, mantilar va kecha qolib ketgan ovqatimizni davomini yeymiz. Ya'ni biza ertalabda yuqori uglevodli mahsulot yeymiz. Yuqori uglevodli mahsulotni yeganingizda u 2 soatga qolmasdan o'sha tanangizda hazm bo'lib, birpasda sizga energiya berib, mana ko'pchilik nima qiladi? Ramazon oyida og'zini yopadi, namozini o'qiydi. Ishga ketadiganlar ozgina quyosh chiqishini kutadi, ishga ketadi. Lekin juda ko'p uy bekalari va o'zini biznesi bor bo'lgan erkaklar, ya'ni xohlaganda ishini qiladigan erkaklar ham albatta uxlaydi. Uxlab olay deydi. Kechqurun ibodat qilaman deydi.
va uxlab turgunigacha уже organizmida ham qonida ham hech qanaqa pitание qolmaydi va уже qorni och uyg'onadi. Endi u inson uxlab turgandan keyin nima qilish kerak? Uxlab turgandan keyin agar student bo'lsa, o'qimoqchi bo'lsa, ilm olish kerak. Ko'chada ishlaydigan bo'lsa, ko'chaga chiqishga unda kayfiyat bo'lish kerak va pitание bo'lish kerak va uyda bo'lsa hamda, masalan, uyda bo'lsa ham farzandlarga qarash uchun, uy ishlarini qilish uchun, kechqurun yana nimadir ulash uchun kuch kerak. Biza yuqori uglevodli mahsulot yeganimiz uchun birpasda xuddi qog'ozdek yonib ketdi. Undan nima qoladi? Qog'oz yongandan keyin bitta qilsangiz uchib ketadigan narsa, ya'ni hech narsa qolmadi organizmda. Bizani organizmimizda gormonlar bor, bilasizlar. Gormonlar ikki xil narsadan pitание oladi: yog'dan va oqsildan. Endi ertalabda agar biz oqsil yeganimizda nima bo'lardi? Oqsil birinchidan bizning tanamizda 3,5-4 soat hazm bo'lardi. Hazm bo'lgandan keyin qonga o'tadi. Qonga o'tgandan keyin sizga pitание beradi, jigarga boradi. Jigarga xuddi xomashyo bo'lib boradi. Xomashyoni jigar o'zida saqlaydi va kun davomida sizga nimadirlar kerak bo'lsa, ana shu joyingizga jo'natib sizni butun kun qorningizni ham to'q tutadi, ham sizga pitание berib boradi. Lekin biza o'sha yeyotgan mahsulotlarimiz yuqori uglevodli bo'lgani uchun jigarga material bormaydi va vazni katta, davleniyasi doim oshadigan, qandli diabeti bor insonlarni ALT ahistasini tekshirganimizda juda ko'p holatlarda ALT normadan tushib ketadi. ALT normadan tushib ketgani bu mana shu jigarda kачественный narsa yo'qligini, fibrinogen pasayib ketadi. Fibrinogen pasayib ketganda mana shu insonni tanasida hech qanaqa o'sha tanaga kerakli bo'ladigan minerallar, vitaminlar yo'qligini, umuman jigarda pitanie yo'qligini bildiradi. Xo'p, men shuncha narsa yeyapman, ertalab somsa yeyapman, manti yeyapman, masalan, bilinchik yeyapman, kartoshka qo'rma yeyapman yoki yana nimadirlarni yeyapman. Qani ovqatlar qattiq ketyapti menga quvvat bo'lsa? Yo'q bo'lyapti. O'shaning uchun mana shunaqa ovqatlanganimiz uchun biz Ramazon oyini tugatganimizdan keyin katta vazn bilan chiqamiz. Endi qarang, men hozir saharlikni aytdim. Saharlikdan keyin endi ujinni tasavvur qiling. Boshqa kunlarda o'zimizga позволять qilmagan napitkalarimiz, meva-chevalarimiz, anchadan beri pishirmay qo'ygan napoleonlarimiz, piroglarimiz обязательно bizda bo'lish kerak. Chunki bu bayram, iftorlikni ham bayram deb kutadi. Ayniqsa birovnikiga boradigan bo'lsangiz, первыйsi bor, второйi bor, salati bor, pirojnisi bor, deserti bor. Har xil yana oldida bir narsalar bor. Ya'ni bitta mehmondorchilikka borganingizda bitta o'zingiz 6 ta odam yeydigan narsani yeb olishingiz mumkin. Birinchidan qorningiz och borasiz. Qorni och bo'lgandan keyin odam juda ham tez yeydi. Ochlikda odam juda ham tez yeydi. Lekin bitta narsa bor. Olimlar tekshirgan, insonda ovqat yeyishni boshlagandan keyin, ovqat oldingizga keldi, ovqat yeyishni boshlagandan keyin 15 minut ichida to'ydi degan signal kelar ekan insonga. Ya'ni to'ydi degan signal. Endi 15 minut ichida inson 4 ta porsiya ovqat yeyishi mumkin. 15 minutda inson yarim porsiya ovqat yeyishi mumkin. Ya'ni siz mana shunga vazningiz katta bo'lib ketmasligi uchun, qorningiz ozgina narsa bilan to'yish uchun ovqatni nima deydi mutaxassislar? Har bitta kusugini 33 martadan chayna deydi. Endi albatta 33 marta chaynash juda ham erinamiz. Buning ichida 33 marta sarangani hech kim toqati yo'q. Ikkinchidan o'zi och bo'lib turibmiz, och bo'rdek kelganmiz. Yeb tashlaymiz-da, salatni ham hammasini qilib yeb tashlab qornimiz ishib ketadi. Mana shu bilan bizada insulin juda ham baland bo'lib ketadi. Buning ichida ham xamirli bor, ham mayonezli bor, ham meva-cheva qo'shib boramiz orasiga, ham charchuqlarimiz bor. Xullas, katta bomba, atomli bomba ustimizga tushgandek bo'ladi. Ya'ni biz organizmimizda. Va insulin shunaqangi balandlab ketadi, chunki insulin juda ham past edi. Qorin ochib, orada bir 17-18 soatdan keyin ovqatlanamiz-ku. 17-18 soatda qorindagi glyukoza tushib ketadi, insulin tushib ketadi. Bitta deganimizda shunaqa vspышка bo'ladi. Vspышка bo'lgandan keyin odam qorni to'ygandan keyin bo'ldi. 2 soatdan keyin yana sekin o'ziga kelib, kechqurungacha ibodat qilaman deydi, taroveh o'qiyman deydi. 2-3 gacha ham aylanib ulgurib, xolodilnikni kovlab, o'qilib, kechasi bilan yeb chiqishga odatlanadi. Endi mana shu narsa bizda yana ortiqcha vazn paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi xo'p, to'g'ri nima qilsak bo'ladi, to'g'ri ozish uchun? Ya'ni Ramazon oyida semirmaslik kerak, naborot ozish uchun. O'zi Ramazon oyi insonlarga haqiqatda tozalanib olish uchun, vazn bo'lsa, vazn masalasi bu juda ham muhim masala, lekin inson salomatligini tiklab olish uchun juda ham zo'r imkoniyat. Masalan, tasavvur qiling, Ramazon oyida emassiz. Sizga kimdir
hozir mana ovqatlanasan, shu bilan hech narsa yemaysan, lekin kelsa ham yemaysan, kechqurun shomdan keyin yeysan va men senga mana bu pulni beraman desa, ishoning, bir 30% inson ana shu pulni deb shu ishni qilishi mumkin, lekin juda ko'p insonlar boray deydi, ikkiday borib qorni ochgandan keyin shunda oladi, yeb tashlaydi. Lekin musulmonlarni nima bu narsadan to'sadi? Allohning oldida bu bizning vazifamiz, farzimiz bo'lganligi uchun, biz Allohdan qo'rqqanimiz uchun, uni jazosini olishdan qo'rqqanimiz uchun biz buni qilamiz. Kasal bo'lsak ham, qornimiz og'risa ham, boshimiz og'risa ham, yiqilib tushsak ham, bizlar mana bu katta hovlini tozalashimiz kerak, 4 ta bolamiz bor, mana bu bir to'g'ri kir yuvishimiz kerak bo'lsa ham, farzligi uchun bu narsani biz qilamiz. Bu narsani qilamiz. Va mana shu narsa bizga farz qilinganligi uchun biz bu narsaga chidayapmiz va buni tagida katta hikmat bor. Insonni och qolishidan o'zi aslida maqsadi, ya'ni tabobatga, meditsinaga, sog'liqqa nima qiladigan bo'lsak, jigarni tozalab olish. Jigarimiz bizning eng muhim organizmimiz. Jigarimiz sog'lom bo'lsa, o'zimiz sog'lommiz. Jigarimiz kasal bo'lsa, biz sog'lom inson hisoblanmaymiz. Jigarimiz sog'lom bo'lishligi uchun jigarga hech qanaqa detokslar, hech qanaqa ortiqcha narsa kerak emas. Jigar och qolishni xohlaydi. Jigar faqat och qolgandagina o'zini tozalab oladi. Mana shu imkoniyatni Alloh taolo bizga farz qilib berdi. Alloh taolo bizani och qolishimizga, uning uchun nimadir yemasligimizga muhtoj emas. Alloh taolo har bitta bizga bergan, farz qilib bergan ibodatlarda hikmat bor. Masalan, 5 vaqt namoz. 5 vaqt namozni o'sha har bitta vaqtda, peshinni kirish vaqti, asrni, shomni, xuftonni, bomdodni kirish vaqtida inson tanasida qanaqadir o'zgarishlar bo'lar ekan va mana shu har bitta vaqtni hozirgi Yevropani olimlari ko'rishib, tekshirishib, bu narsani hozir ustida ishlashyapti. Inson tanasida har bitta mana shu paytda qanaqadir o'zgarish bo'lar ekan. Qaranglar, 5 vaqt namozni Alloh taolo vaqtini shunaqa to'g'rilab qo'ydi. Bizga mana shu narsa bizning sog'lig'imizga foydali ekan. Va olimlarning aytishicha, kechqurun tahajjud namoziga turgan insonda kechqurun o'lib qolish imkoniyati juda ham past ekan. Buni ham olimlar tekshirishgan ekan. Ajoyib narsa. Qarang, masalan, ba'zi insonlarni eshitib qolamiz, uyqusida o'lib qolibdi degan narsa. Uyqusidan nimaga o'lib qoladi? Yuragi to'xtab qoladi. Yurak nimadan to'xtadi? Insult yoki infarktdan to'xtab qoladi yurak. Mana shuni olimlar tekshirishganda kechqurun 3 ta tursa inson mana shu kechqurun o'lishlik darajasi pasayar ekan. Ya'ni insonda. Endi qarang, ibodatimizda ham hikmat bor, namozimizda ham hikmat bor. Hattoki har namozimizda o'sha sajdani qilganimizda bizning o'tqopimizdagi safro ajralar ekan. Ya'ni o'tqopdagi safro ajralsa, biz butun tanamizdagi axlatlarimizni tozalay olish imkoniyatiga egamiz. Biz qancha narsalarni yeb tashlaymiz. Ya'ni hayotimizda bo'layotgan har bitta narsa hikmat bilan, biz hikmat bilan ishlaydi har bitta a'zoyimiz. O'shaning uchun bizda noto'g'ri tushuncha borda. Alloh taolo bizani och qoldiryapti. Demakki, och qolsa bizni tanamiz yosharadi, yaxshi bo'ladi. Lekin bizdagi xatolik ana shu paytda, mana shu och qolib, masalan, siz roza tutmagan paytingizda obed, zavtrak, obed ujin qilganingizda 2 mahal o'sha Ramazon payti yeydigan ovqatingiz yarmini yeyishingiz mumkin. O'sha bilan to'yib qolishingiz mumkin. Lekin bizda shunaqa ko'zimiz och deydimi yoki bu qanaqadir dopamin bilan, baxt bilan, xursandchilik bilan, bayram bilan o'sha bir-biriga bog'liqligi uchun insonlar shu narsaga talpinadimi? Ramazondan oldin ko'p xarajatlar qilamiz, ko'p yeyishni xohlaymiz. Xuddi ko'pgina yeb olsak, bizning kunimiz barakali bo'ladi, qornimiz ochmaydigandek. Aslida unaqa emas. Kim ko'p ovqat yeb olsa va yuqori uglevodli narsa yeb olsa, tezroq qorni ochadi va kim naborat ertalab hech narsa yemasa yoki o'sha tuxumni o'zini yoki bir salat bilan yeb olsa yoki ozgina go'sht bilan yeb olsa, ana shu inson kechqurungacha qorni umuman ochmasligini gapiradi. Buni qayerdan bilaman? Bizning yengil bo'lim kursimizni Ramazon oyida ham biz mana shunaqa kurslar qilib turamiz. Ramazon oyidagi juda ko'p odzivlarni, ya'ni 80% odzivlar Osiyo opa, men hayotim davomida shu paytgacha Ramazonda roza tutgan bo'lsam, doim kechqurungacha qornim ochib qaltirab ketardim, boshim og'rirdi, boshimni og'riga tura olmasdim. Va mana shu og'rigan boshim bilan meni bo'ynimda vazifa somsa qilish, suyuq qilish, uylarni tozalash, desert pishirish, farzandlarimni eplash, ya'ni har kungi qilayotgan vazifamni 2 barobar qilib, mana shu keladigan mehmonlarga ko'p qilib pishirish. Mana shuni dardida men boshlarim og'rib ketardi, holsiz bo'lib ketardim. Hozir ishoning, menda umuman qorin ochishi yo'q, energiyam shunaqa zo'r va hamma narsani pishirib, mehmonlarni bemalol kutyapman degan odzivlar bo'ladi. Nimaga? Chunki biz to'g'ri ovqatlanishni joyiga qo'yib,
o'sha saharlikda ham o'sha iftorlikda ham to'g'ri ovqatlarni bergan holatda ularda o'sha insulinlarni pasaytirib qorinni umuman ochmaydigan holatga keltiramiz. Ya'ni bizani Ramazon oyida yeydigan ovqatimiz bizani insulinimizni ko'tarmasligi kerak va juda ham ko'tarilmasa juda ham pastga tushib ketmaydi. Ya'ni ochlik bo'lmaydi. Sekin ko'tarilgan narsa sekin tushadi. Bir xil ketadi. Juda ham ko'tarilgan narsa juda ham pastga tushib ketadi. Ya'ni koptokni qancha kuch bilan yerga ursangiz osmonga shuncha tepaga chiqadi. Lekin koptokni sekin bundoq tashlab qo'ysangiz tepaga ko'tarilmaydi. Обратный kuch bo'lmaydi. Insulin ham xuddi shunaqa. Ko'p narsa yeb yuborsanglar, ko'tarilib ketib, sirasi pastga tushib, qorningiz ochiladi, boshingiz og'rib, sildingiz, boshingiz og'riydi. Nimaga boshingiz og'riydi? Chunki siz faqat energiya beradigan, yog' to'playdigan uglevodli narsa yedingiz. Siz o'sha gormonlaringizni faoliyatini to'g'rilaydigan, defitsitingizni yopadigan, tanangizga mышца beradigan, suyaklaringizni yemirilishdan to'xtaydigan yoki immunitetni поддержка qiladigan yoki ovqatingizni hazm qiluvchi fermentlarni tashkil qiladigan ovqatni yemadingiz. Siz yegan ovqatingiz bilan kletkangizni ichiga borib keluvchi toksislar bor, dastavshiklar bor. Mana shu dastavshiklarni materiali oqsildan. Siz ana shu dastavshik paydo bo'lishi uchun ertalabda oqsilli mahsulotlarni yeyishingiz kerak. Ularni yemagansiz. Yemaganingiz uchun ham sizni ham qorningiz ochadi, ham doimiy holsizsiz, ham boshingiz og'riydi. Siz Ramazon oyida oxiriga kelganda semirib chiqib ketasiz. Buni sabablari siz doimiy stressdasiz. Yaxshi uxlamaysiz, qorningiz dam bo'ladi, o't qopingiz ishlamaydi, ichingiz qotadi. Ya'ni juda ham ko'p muammolar bor. Mana shuning uchun men bu narsani juda ko'p gapiraman, lekin men gapirganim bilan o'zim mana shu narsani ko'rsatib, amalda tushuntirib, ularni hayotidan o'sha narsani o'tkazmagunimgacha juda ko'p insonlarda baribir problemalar davom etyapti. Mana shuning uchun har oy Ramazon oyida biz jamoamiz bilan aynan ro'za tutadigan musulmon opa-singillarimiz va aka-ukalarimiz uchun va ularni Ramazon paytida o'sha ibodatda mustahkam bo'lishligi uchun, miyasi charchamasligi uchun, o'tirib turishda o'sha namozlarni yaxshi o'qishligi uchun, doim yaxshi kayfiyatda yurishligi uchun ular uchun maxsus menyular tuzib, ularga podдержка qilamiz. Biz har yili Ramazon oyi uchun yengil bo'ling kursini qilamiz. U kursga bemalol sizlar ham qatnashib, o'zinglardagi o'sha butun umr tutishinglar kerak bo'lgan Ramazon oyiga kerakli bilimlarni qo'lga kiritib olishinglar mumkin. Va bundan tashqari hozir men sizlarga mana bu yerda video darslik chiqadi. Mana shu video darslikni kirsanglar, Ramazon oyidagi eng aktual bo'lgan temalarda 1 soatlik darslik tayyorlaganman. Ana shu savollarga ham javob berganman. Bu videodan keyin albatta uni ham ko'rib, o'zlaringizni bilimlarini yangilab olsanglar bo'ladi.